Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 22 may 2025-yil. O'sha siz mazza qilib yeydigan mayda, Xudo xohlasa 20lariga tayyor bo'ladigan tarvuzlarimiz mana dalalarimizga ekildi. Xudo xohlasa shu mayda oxirlariga pishadi degan umiddamiz. Kuzatib borasizlar. Mana ekilish jarayonini ham bir ko'rsatib o'taylik degan niyatda. Ancha tanaffusdan keyin yana ish boshladik. Xudo xohlasa kuzatib tursangizlar, pishguncha bo'lgan holatini ko'rsatib boramiz. Aloqaga chiqingizlar. Tarvuz pishgan paytlarda Xudo xohlasa olmoqchi bo'lgan talabgorlar bo'lishi mumkin.